Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana shu temirini atverka bilan ochasiz. Mana bu yerda dumaloq bolti bor. Shuni siznikida boshqacha ochasiz. Keyin mana ikkita temiri bor, mana bitta, ikkita. Shuni mana shu yerdan chiqib ketadi. Mana shu teshiklardan bittasi chiqib ketgan. Shuni yaxshilab joylashtiring. Yaxshilab shu teshigiga to'g'rilab joylashtiring. Mana shu ikkalasi ham mahkam tushadi. Keyin qaytadan atverka bilan qotirasiz boltini. Keyin mana shuni bir tarafi chiqib ketgan sizda, bir taraf. Shuni yaxshilab joyiga tushirsangiz, mana busi ichkariga sal kirib, moki yaxshi joylashadigan bo'ladi. Shuni qilib ko'ring. Boshqa nimasi yo'q uni. Mana shu bitta o'qidan chiqib ketgan u.